Diqqat, shoshilinch tezkor xabar. O'zbek fuqarolari tayyor turing. O'zbekistonda go'sht narxi yana o'zgaradi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Erkaklik quvvati pasayishi va prostata muammolari hayotingizni qiyinlashtiryaptimi? Tez-tez hojatga chiqish va og'riq va jinsiy zaiflik tufayli o'zingizga bo'lgan ishonchni yo'qotyapsizmi? Bu muammolarga e'tiborsiz bo'lmang. Vulkan mahsuloti erkaklar sog'lig'ini tiklaydi, prostata shamollashini davolaydi va jinsiy quvvatni maksimal darajada oshirish uchun maxsus ishlab chiqarilgan. Vulkan bilan kuchingizni va baxtli hayotingizni tez muddatda qaytaring. Hoziroq qo'ng'iroq qiling, chunki sizni ayni damda qaynoq aksiya kutib turibdi. Diqqat qiling, go'shtni samolyotda olib kelish bo'yicha imtiyoz yil yakunigacha uzaytirildi. O'zbekistonga chet eldan 100 ming bosh qoramol va 150 ming bosh qo'y echki olib kelinadi. Qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish natijasidan qoramollar soni ilgari ma'lum qilingan raqamlarga nisbatan 2,1 million boshga, qo'y va echkilar soni esa 1,5 million boshga kam chiqdi. Davlat rahbari, hokimliklar va mas'ullar go'sht balansini viloyatlar kesimida qayta ko'rib chiqishni topshirgan.